Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Mana sizlar uchun bardovoy qizil jo'jalar. May oyida chiqqan. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga. Kunda xo'rozga qiziqaman deganlarga. Mana bu tikka toj ekan bu. Toza bardovoy bu. Bellar sekin baxmal bo'layapti ekan. Bedana parmakion. Oq xo'rozdan chiqqan. Oq makonga qo'shsa toza oq beradi u. Otasi привозной bo'lgan. Bu endi bu bolaga bu. Oyog'i sal qiyshiqroq bo'lib qolgan ekan. Buni bemalol davrada o'ynasa bo'laveradi, yaxshi xo'roz. Nuqsoni yo'q xo'rozlarning. Yaxshi xo'roz, yaxshi makon kerak deganlarga mana. Zot olgani zo'r narsalar. Kelar. Ko'zlari chaqnab turgan kunda. Bellari ham toza bardovoy baxmallar. Bunlarda hali parlari yetib kelgan yo'q, hali bor. Bu ancha mehnat qilish kerak. Xo'rozlar aloqaga chiqaveradi. Bu undan ham yaltiroq ekan, baxmal. May oyida chiqqan. Kelar. Boquvlari yaxshi bo'lgan. Ko'zlarini qaranglar buni. Aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 1,5 milliondan o'zmoz xayriga o'tib beradi. Barakasiga. Narxi ham qimmat emas, akalar. 300-400 dollar deyilgan yo'q. Yaxshi davralarda o'ynasa bo'laveradi, ishonchli narsalar. Zotga turib beradi. Tobini keltirsangiz bo'ldi, mana bellar. Gaz uzun narsalar. Qanotlari ham tashlab yangicha kelyapti ekan. Videoni pauza qilib turing.